Sun'iy intellekt hech qachon bugundan yomonroq ishlamaydi. Bu fakt. Bu gap bilan nima demoqchiman? Agar siz sun'iy intellektni hozirdan qo'shimcha daromad sifatida ishlatmasangiz, ertaga qiyin bo'ladi. Bir yildan keyin undan ham qiyin bo'ladi. Chunki kundan kunga sun'iy intellekt foydalanuvchilari oshib bormoqda. Bu gapni men sizni qo'rqitish uchun emas, tayyor bo'lishingiz uchun aytyapman. Bugun men sizga hozirgi ishingizdan tashqari bo'sh vaqtingizda sun'iy intellekt bilan qanday qilib qo'shimcha daromad qilishingizni real misollar bilan ko'rsatib o'taman. 2015-yilda Instagram chiqdi va 2020-yillarda o'sha karantin paytida u ancha ommalashdi. Hozirda o'zimizdagi blogerlarga e'tibor bering. Eng kattalari o'sha birinchi bo'lib boshlaganlar. O'sha paytda ko'pchilik ularni cringe yoki bachkana degan bo'lishi mumkin. Lekin rostdan ham hozirda shunaqa cringe kontent oladiganlarning ham reklamasi ancha qimmat. Shunchaki ular birinchi kirib, stabil kontent olgani uchun hozirgi yangi sifatli kontent makerlardan ham ko'proq daromad qilishadi. Sun'iy intellekt bilan ham xuddi shunday bo'ladi. Faqat hozir bozor ancha katta. Chunki Instagram faqat kontent uchun edi. Sun'iy intellekt esa hamma sohada bor. O'sha kontent, biznes, ta'lim, qaysi sohada ishlamasangiz, o'sha yerda sun'iy intellektning ozgina o'rni bor. Ishdan tashqari, kuniga 1-2 soat vaqtingizni sarflab shu sohaga kirib borsangiz, qo'shimcha daromad topishingiz mumkin bo'ladi. Keyinchalik tajribangiz oshganda katta ustunlik sizda bo'ladi. Chunki hozir O'zbekistonda shu sohaga kirgan odamlar o'sha karantin paytidagi blogerlarga o'xshaydi. Ko'pchilik hali bu sohani pisand qilmaydi. Hattoki sun'iy intellektda ishlayman desangiz, ustidan kuladiganlar ham bor. Lekin 1-2 yildan keyin holatni o'zingiz o'ylab ko'ring. Hozir talab bor. O'zbekistondagi ko'pincha kompaniyalar sun'iy intellektni tushuna oladigan odam qidiryapti. Lekin topish qiyin, chunki yetarlicha kadrlar yo'q. Va yana bir narsa. Hozir siz qilayotgan ishning qancha qismi bir xil va takrorlanadi. Hisobot yozish, xat yozish, ma'lumotlarni kiritish, ko'pinchasi bir xil va monoton. Lekin hech kim sizga bir xil ishni qayta-qayta qilganingiz uchun lavozimingizni yoki oyligingizni oshirib bermaydi. Vaqtingizni oladigan, lekin foydasiz ishlarni sun'iy intellekt o'rningizga bajarish mumkin. Sizda ko'proq bo'sh vaqt bo'ladi va o'sha bo'sh vaqtni qo'shimcha daromad qilishga sarflashingiz mumkin. Endi qaysi yo'nalish eng zo'rligi, qaysi yo'nalish sizga mos keladi va qayerda qo'shimcha daromad qilish mumkinligini hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. O'zingizga mos yo'lni qanday topish mumkin? Ko'pchilik shu yerda xato qiladi. Nima qilsam ko'proq pul topishim mumkin deb qidiradi. Lekin bu noto'g'ri savol. To'g'ri savol boshqacha. 3 ta savol bor. Agar o'sha 3 ta savolga to'g'ri javob bersangiz, yo'lingizni o'zingiz topib ketasiz. Birinchi savol: siz nimani boshqalardan yaxshiroq qilasiz? Hech narsa bilmayman demang. Siz biron qanaqa sohada ishlayapsiz, to'g'rimi? Demak, o'sha sohada sizning bilmingiz bor. Yoki deylik, siz biron narsani yaxshi ko'rasiz. Demak, o'sha sohada siz bilmingiz bo'lishi mumkin. Va eng muhimi, siz biron qanaqa muammoni boshqalarga nisbatan tezroq hal qilasiz. O'sha narsa sizdagi eng kuchli bilim. Demak, hammaning boshida biron qanaqa bilim bor. Lekin ko'pchilik uni bu kasb emas yoki bu bilan men pul topa olmayman deb o'tkazib yuborishadi. Agar hech narsani yaxshi tushunmayman, qo'limdan biron qanaqa ish kelmaydi desangiz, endi bilmadim. Agar tabiiy intellektingiz yaxshi bo'lmasa, sun'iy intellekt sizga yordam bera olmasa kerak. Ikkinchi savol: shu bilim uchun boshqalar pul to'lashi mumkinmi? Javob ko'pincha ha. Chunki siz bilgan narsani bilmaydigan odam doimo topiladi. U vaqtini sarflab o'sha narsani o'rganib o'tirmaydi. Sizga pulini beradi va siz uni ishini bajarib berasiz. Uchinchi savol: sun'iy intellekt bu ishni qanday tezlashtirishi mumkin? Bu savol eng muhimi. Chunki sun'iy intellektsiz siz kuniga bitta odamning ishini bajarsangiz, sun'iy intellekt bilan kuniga hattoki 10 ta odamga xizmat ko'rsatishingiz mumkin. Oddiy formula: bilimingiz qo'shuv sun'iy intellekt barobar qo'shimcha daromad. Agar hozir sizda shu 3 ta savoldan keyin xayolingizga bunaqa ish kelmagan bo'lsa, xavotir olmang. Hozir misolda 4 ta ish ko'rib chiqamiz. Har birida o'zingizga bu menga mos keladimi deb savol bering. Birinchisi, kontent yozish. Hozir o'zingiz ishlatayotgan biron qanaqa ijtimoiy tarmoqni oching. Instagram, Telegram farqi yo'q. O'sha yerda kompaniyaning profiliga yoki kanaliga kiring. Ko'pincha katta kompaniyalarda hammasi yaxshi, lekin ba'zi o'rtacha brendlarda oyiga bitta yoki ikkita post yoziladi. Yoki shunaqa yoziladiki, uni o'qish qiyin. Shu sizning imkoniyatingiz. Hozirda ko'pgina xizmat ko'rsatish kompaniyalari, restoran, do'konlarda bir xil muammo. Ular yaxshi ish qiladi, lekin o'sha ishini ko'rsatib bera olishmaydi. Kontent yozish ular uchun begona. Vaqtlari yo'q, bilishmaydi yoki yozishi ham o'xshamagan. Va aynan siz o'sha odam bo'lishingiz mumkin. Ularning nomidan yozib beradigan va ularning ovozini topib beradigan odam. Puli qancha? Hozirda O'zbekistonda bitta mijoz uchun 2 milliondan 5 milliongacha oylik berishyapti. Tajribangiz ortgani sari bu son ham ortib boradi. Va eng yaxshisi, bir vaqtning o'zida bir nechta mijoz bilan ishlashingiz mumkin. Xo'p, sun'iy intellekt bu yerda nima qiladi? Deylik, siz bitta kompaniya uchun oyiga 30 ta post yozib berishingiz kerak. Bu sun'iy intellekt siz haftasiga 7-8 soat. Sun'iy intellekt bilan 1-2 soatda yozishingiz mumkin. Siz unga mavzu berasiz, yo'nalish ko'rsatasiz, u sizga qoralama chiqarib beradi, siz uni o'zgartirasiz, ya'ni tabiiylashtirasiz. Ya'ni siz asosiy vaqtingizni yozishga emas, tekshirishga va takomillashtirishga sarflaysiz. Bu bilan siz bir vaqtning o'zida bir nechta mijozlar bilan ishlay olasiz degani. Qanday boshlash kerak? Oldin bitta soha tanlang. Biznes, restoran, kiyim do'koni farqi yo'q. O'sha kompaniyaning kontent muammosini o'rganib chiqing va ularga tekinga bir haftalik kontent tuzib berasiz. Agar ularga yoqsa, qo'shimcha daromad. Kimga mos? O'zbek tilini yaxshi biladigan va oddiy tilda gapira oladigan har kimga. Dasturlashni bilishingiz shart emas. Marketingni bilish shart emas, lekin bilsangiz o'zingizga foyda. Faqatgina yaxshi yoza olish va sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanish. Ikkinchisi, tarjima va lokalizatsiya. Dunyoda inglizcha kontent juda ko'p. Kurslar, qo'llanmalar, maqolalar,
Hammasi ingliz tilida yozilgan va O'zbekistonda millionlab odamlar shu ma'lumotni o'rgangiz keladi, lekin ingliz tilida bilimi yetmaydi. Siz o'rtadasiz va shu o'rta juda qimmat turadi. Oddiy Google tarjimadan nima farqi bor? Oddiy tarjima bu so'zma-so'z o'girish. Lokalizatsiya mazmunni saqlagan holda o'sha auditoriyaning tiliga, uslubiga, mentalitetiga moslashtirish. Gamburgerni tarjima qilmaysiz, go'shtli bo'lishga demaysiz. Kontekstni tushuntirasiz, mahalliy misollar keltirasiz. Oddiy o'zbek o'quvchisiga tabiiy eshittiradigan qilasiz. Bu mahorat va shu mahorat uchun pul to'lashadi. Qancha? Inglizcha o'zbekcha tarjima uchun hozirda so'ziga yoki sahifasiga pul to'lashyapti. O'rtacha bir sahifa tarjimasi uchun 5-10 dollar. Bir kunda 5-6 sahifa tarjima qilsangiz, bu oyiga 1000 dollar degani. Xorijiy platformalar uchun ishlasangiz, bu raqamlar yanada yuqori. Sun'iy intellekt bu yerda nima qiladi? 80% ishini u qiladi. Matnni oladi, tarjima qiladi. Siz esa qolgan 20% ni qilasiz. Matnni tabiiylashtirasiz, xatolarni to'g'rilaysiz va o'zbek mentalitetiga moslashtirasiz. Avval bir sahifaga 1 soat vaqt ketsa, endi 10 daqiqada qilsangiz bo'ladi. Qanday boshlash kerak? Upwork, Fiverr kabi xalqaro platformalarga o'zbek translator deb yozing. U yerda hozir raqobat past, lekin talab yuqori. Bitta portfolio uchun loyiha qiling. Masalan, biron qanaqa mashhur maqolani o'zbek tiliga o'giring va shu portfolio bilan birinchi mijozingizni topasiz. Kimga mos? Ingliz tilini o'rtacha darajada, lekin o'zbek tilini yaxshi biladigan har kimga. Tarjima bo'lishingiz shart emas, shunchaki ikkita tilni tushunsangiz bo'ldi. Uchinchisi, onlayn konsultatsiya. Bu yerda odamlar yana xato qiladi. Men konsultant emasman, shunchaki ishchiman deyishadi. Lekin o'ylab ko'ring. Deylik, siz moliya sohasida 5 yildan beri ishlab kelyapsiz. Sizda moliyaviy 5 yillik tajriba bor va bu tajribani endigina boshlagan odam sotib ola olmaydi. Faqatgina bilib oladi va bilib olish uchun u vaqt yoki pul sarflaydi. Siz o'sha odamning vaqt va pulini tejab berasiz. Konsultatsiya deganda odamlar katta ofis, rasmiy unvon va yillar davomida orttirilgan tajribani tasavvur qilishadi. Lekin haqiqatda konsultatsiya biror odam muammosi bo'lsa, o'sha muammoni hal qilishga yordam berish. Siz buni har kuni qilasiz, lekin bepulga. Endi buni pulga qilish vaqti keldi. Qancha olish mumkin? Bu sohaga bog'liq. Moliya, biznes, huquq har birida talab katta. O'zbekistonda soatiga 200 mingdan 500 ming so'mgacha. Agar xorijiy mijozlar bilan ishlasangiz, 30 dollardan 100 dollargacha olishingiz mumkin. Sun'iy intellekt nima qiladi? Konsultatsiyaga tayyorgarlik bu eng ko'p vaqt ketadigan qismi. Mijozning vaziyatini tahlil qilish, variantlarni ko'rib chiqish, hujjatlarni tayyorlash. Bularning hammasini sun'iy intellekt qiladi. Siz faqatgina yakuniy qarorni qabul qilasiz va mijozga tushuntirasiz. Ya'ni 1 soatlik konsultatsiya uchun oldin 3 soat tayyorgarlik ko'rgan bo'lsangiz, hozir sun'iy intellekt bilan yarim soatda tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin. Bu bilan siz bir kunda bir nechta mijozlar bilan ishlashingiz mumkin. Qanday boshlash kerak? Avval atrofingizdagi odamlar bilan, tanishlaringiz, yaqinlaringizning muammolari bor. Ularga 1-2 bepul konsultatsiya qiling. Agar yaxshi bo'lsa, ular siz haqingizda gapiradi, o'sha zanjir orqali birinchi mijozingizni topasiz. Kimga mos? Istalgan sohada haqiqiy tajribasi bor har kimga. Siz bilgan narsa boshqalar uchun qimmatbaho bo'lishi mumkin. 4. Sun'iy intellekt yordamchisi. Bu ro'yxatdagi eng yangi kasb. 3 yil oldin bu kasb umuman yo'q edi. Hozir esa tez rivojlanayotgan ishlardan biri. Vaziyat shunday. Hozirda kompaniyalar sun'iy intellekt bilan ishlashni xohlaydi. Menejerlar biz ham AI ni ishlatamiz deydi. Xodimlar xo'p qanday deydi. Javob hech kimda yo'q. Chunki hamma buni bilish kerak deb o'ylaydi. Lekin o'rganishda hech kimda vaqt yo'q. Siz esa o'rgangansiz. Agar oldingi 3 ta videoni ko'rgan bo'lsangiz va sun'iy intellektni ishlatgan bo'lsangiz, master prompt, system prompt, full prompting nimaligini bilasiz. Bu bilim hozir O'zbekistonda kamdan kam odamlarda bor va kompaniyalar shu bilim uchun pul to'lashga tayyor. Xo'p, siz nima qilishingiz kerak? Birinchi kompaniyaga kirasiz, ularning kundalik ishlarini o'rganib chiqasiz. Qaysi ishlar takrorlanyapti? Hisobot topshirish, xat yozish, kontent qilish. Bularni aniqlaysiz va siz sun'iy intellekt bilan bu ishlarni qanday qilib 2-3 barobar tezlashtirish mumkinligini ko'rsatasiz. Bu o'rtacha bir kun davom etadi va siz bunga pul olasiz. Keyinchalik kompaniya xodimlarini o'rgatasiz. O'rtacha bir hafta yoki bir oy va bu uchun ham qo'shimcha pul olasiz. Qancha? Bitta kompaniya bilan ishlash uchun oylik to'lov 2 milliondan 10 milliongacha. Va agarda siz bir nechta kompaniya bilan ishlasangiz, o'zingiz hisoblang. Kimga mos? Oldingi 3 ta videoni ko'rib, sun'iy intellektni amalda ishlatib ko'rgan har kimga. Texnik bilim shart emas, dasturlashni bilish shart emas. Faqatgina sun'iy intellektni odamlarga tushunarli qilib yetkazib berish kerak. Hozir ko'rsatgan 4 ta yo'ldan biri sizga mos keldi. Yaxshi. Lekin bir narsani aytaman. Bu 4 ta yo'lning barchasi sun'iy intellektni ishlatishni biladigan odamlarga, bilmaydiganlar uchun emas. Va sun'iy intellektni bilish bu faqat boshlanish. Haqiqiy pul sun'iy intellektni o'zini yaratishda, boshqarishda va unga o'rgatishda. Hozir ish e'lon saytlarida bir raqamni ko'rsataman. Data Science Toshkentda oyiga 10 million so'mdan 50 million so'mgacha. Va faqat bu boshlanishi. Tajribangiz oshkora sari bu sonlar ham oshib boradi. Masofadan ishlasangiz ham bo'lar ekan. Ya'ni O'zbekistondan turib xorijiy kompaniyalarda dollarga ishlaysiz. Bu odamlar nima qiladi? Ular sun'iy intellektni yaratadi, boshqaradi va ularga o'rgatadi. Ya'ni siz hozir ishlayotgan narsani ular yaratgan. Ko'pchilik meni matematikam yaxshi emas, vaqtim yo'q, lekin qayerdan boshlash kerak deb o'zini cheklab qo'yishadi. Lekin men sizga aytaman, matematikani maktab darajasida bilsangiz yetadi. Qolgani shart emas. Buni qanday bilamiz deysizmi? Chunki Mohirda Data Science va sun'iy intellekt kursi bor. Kursdan 3 ta ekspert olib boradi. Anvar Narzulayev, Mohirda asoschisi va 20 yil tajribaga ega ekspert. Adham Zokirov, O'zbekistondagi rasmiy Google Developer ekspert.
Iqboljon Sobirov, Oxfordda PhD va Deep Learning moduli muallifi. Kursni noldan boshlaysiz. Python, ma'lumotlar tahlili, Deep Learning, Machine Learning bularning hammasi bosqichma-bosqich va har bir modul oxirida real loyiha qilasiz. Ya'ni bu degani ham kursni tugatganingizdan keyin sizning portfoliyongizda tayyor 6 ta loyiha bo'ladi. Men buni bilaman emas, mana mening qo'limda nimalar keladi deya oladigan holatda bo'lasiz. Yuqorida aytganimdek, ko'proq vaqt ajratsangiz 4 oyda ham tugatishingiz mumkin va kursga yozishingiz bilan darsni boshlaysiz. Guruh to'lishi kerak degan narsa yo'q. Pastdagi havola orqali kurs haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Biz esa davom etamiz. Birinchi mijozni qanday topish? Bu yerda ko'pchilik bitta katta xatoga yo'l qo'yishadi. Portfolio yig'aman, sertifikat olaman, tayyor bo'lgandan keyin chiqaman deyishadi. Lekin shu bilan hech qachon chiqishmaydi. Haqiqat shunday. Birinchi mijozni topishingiz uchun tayyor bo'lishingiz shart emas. Birinchi mijozning o'zi sizga tayyor bo'lishingizga yordam beradi. Qanday? 3 ta qadam va hammasi bugundan boshlanadi. Birinchi qadam: yaqinlaringizdan boshlang. Telefon daftaringizni oching. Biznes yuritadigan biron qanaqa tanishingiz bormi? Do'koni bor yoki xizmat ko'rsatish kompaniyasi bor, farqi yo'q. Unga xabar yozing, murakkab emas. Shunday deng: men hozir sun'iy intellekt bilan ishlashni o'rganyapman. Sening biznesingga bir hafta bepul yordam bermoqchiman. Kontent, xat, tahlil, nima kerak bo'lsa. Men uchun amaliyot, sen uchun bepul yordamchi. 90% holatlarda javob ham bo'ladi. Chunki bepul. Shu bir hafta davomida siz ikkita narsa olasiz. Birinchisi amaliyot, ikkinchisi natija. O'sha natija siz uchun portfolio bo'ladi. Ikkinchi qadam: natijani ko'rsating. Birinchi haftadan keyin siz aniq bitta narsa ko'rsata olasiz. Mana qanaqa edi, mana men qilgandan keyin qanday bo'ldi. Bu sizning eng kuchli qurolingiz. Ko'pchilik men buni qila olaman deydi. Siz esa men buni qilganman deysiz. Bu ikkita gap orasidagi farq: birinchisida mijoz yo'q, ikkinchisida mijoz bor. Shu natijangizni Telegram yoki Instagramga joylang. Hattoki do'stlaringiz guruhiga ham tashlasangiz bo'ladi. Mana men nima qildim, kimga kerak bo'lsa murojaat qiling deng. Oddiy, qiyin emas. 3-qadam. Birinchi pullik mijoz. Birinchi bepul mijozdan keyin ikkita narsa bo'ladi. Yoki o'sha odam siz bilan davom etadi. Bu holatda siz endi narx haqida gaplashing. Oyiga 1 million so'mdan boshlaymiz deng. Ko'pincha holatlarda ha deydi. Chunki oldin sizning natijangizni ko'rdi. Yoki o'sha odam sizni boshqalarga tavsiya qiladi va o'sha boshqa odam sizga aloqaga chiqadi. Bu eng kuchli reklama. Pulingiz yo'q, lekin mijozingiz bor. Bir narsa aytaman. Birinchi mijoz topish eng qiyini. Ikkinchisi oson, uchinchisi yanada osonroq. Chunki har safar sizning portfoliongiz kuchayib boradi va tajribangiz ortib boradi. Sun'iy intellekt bu jarayonni tezlashtiradi, lekin boshlash sizning qo'lingizda. Ko'pincha boy odamlarning shaxsiy yordamchilari bor. Xatlarni yozib beradi, uchrashuvlarni belgilaydi va monoton ishlarini qiladi. Xo'jayin esa faqatgina muhim qarorlarni qabul qiladi. Endi siz ham xuddi shunday yordamchiga egasiz. Charchamaydi, kayfiyati o'zgarmaydi. Hattoki kechqurun soat 2 da yozsangiz ham javob beradi. Xuddi Tony Stark Jarvisga o'xshaydi. Va uni siz qo'shimcha daromad yo'lida ishlatib, bir o'zingiz butun boshli jamoani ishini qilib qo'yishingiz mumkin. Videoni ko'rganingizdan keyin ikkita yo'lni tanlashingiz mumkin. Birinchisi videoni ko'rib, qiziq ekan yoki qiziq emas ekan deb o'chirib qo'yish. Ikkinchisi videoni ko'rib, biron qanaqa harakat boshlash. Ko'pchilik birinchi yo'lni tanlaydi. Agar ikkinchi yo'lni tanlamoqchi bo'lsangiz, bugun bitta ish qiling. Telefoningizni oching. Agar biron qanaqa biznes bor tanishingiz bo'lsa, o'shanga yozing. Agar tanishingiz bo'lmasa, Instagramda ham topsangiz bo'ladi. Chunki sun'iy intellektning o'zi sizni boy qilmaydi. Sun'iy intellektni ishlatib harakat qilgan odamgina boy bo'ladi. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Do'stingizga ulashing, balki u ham qo'shimcha daromad qidirib yurgandir. Ko'rishguncha.